O'g'lim, Labbay dada. odam bormidi oldingda? Xo'p, gaplashib olaver, men kutib turaman. Aka ishingiz ma'qul keldi rostdan. Meni uyim katta. Akalar ming bor uzr. Dadamga shunday qarab olayın-a. Keyin gaplashamiz yotig'i bilan. Usta aka, men bag'da ishi zarur. Tezroq bitirmasak bo'lmaydi. Dadangiz tushunib kutib turaman dedilar-ku. Oldin baqa mijozga qarang. Men dadamni kuttirishga o'rganmaganman. Agar xafa bo'lgan bo'lsalaring, mayli boshqa joyda qildiravering. O'zini kim deb o'ylayapti bu? Yo'r ketdik. Endi meni bunaqa joyga olib kelmagin. Ha dada, nima gapingiz bor edi? Tinchlikmidi? O'g'lim, klientlar kutib turmasin, klientlarga qaraver. Ya dada, bu nima deganingiz? Siz meni otamsiz. Siz hech qachon kutmaysiz. Ular kutadi. Ha sizdan aziz odam bormi menga dada? Sizni birinchi o'ringa qo'yganim uchun meni shunaqa ishlarim yurib turibdi-yu. Men endi hayotda omadimni sirni bilib oldim. Bu ota-onamning roziligi ekan. Umringdan baraka top o'g'lim. Shuning uchun seni oldinga xotirjam chiqaman-da. Oshna-og'aynilarim bir meni yo'qlab kelishayotgan ekan. Shunga bir bozorlik qilib berasanmikin degandim, o'g'lim. Ha bo'ldi dada. Hozir shunday suv oshimda almashtirib chiqib, zo'r qilib bozorligingizni qilib beraman. O'rtoqlaringiz ham xursand bo'lib qolsa. Men bu bolani ishiga tan bergandim. Endi tarbiyasiga ham tan berdim. Voy o. Uyda remontini ham yondirib yoribdi-va. 30 ming dollarlik uyi, meni 200 ming dollarlik uyimdan chiroyli ko'rinib ketibdi. Qoyil lekin, do'stim. Do'stim. Boy kesillar. Bu tashqarisi zo'r ekan desam, ichkarisi olov-ku olov. Tez menga shu ustani topmasang bo'lmaydi endi. Ha bo'ldi. Tosh momo emas, lekin u bolani vaqtini topish qiyin-da. Klient juda ham ko'p bo'ladi. Menga ham navbat kelishini 1 yil kutganman. Oshna ishiga qiziqdim. Qancha bo'lsa kutamayotgan pulni beraman. Yurchi, qani bir maqtagan ustangni ko'raylik shunda. Oshna, men javob beraman, uyaltirmaydi. Bolalar, men ishim chiqib qoldi, kutib turasizlar, men shay qarab turasizlar. Akalar hali ketmadilaringmi sizlar? Shu yerdamiz uka. Ammo malades. Har bir ota-ona sizdek farzandi bo'lishini orzu qiladi. Dadangiz ishini bitiring, biz kutib turamiz, oshna.